Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilar. Mana bugun 20-yanvar, xudo xolasa Chimganda GD 304 vodiyga, ya'ni Namangan viloyati To'raqo'rg'onga yo'l oldi. SF 404 kabina xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumaniga yo'l olyapti. Endi shu ikkita traktorni mijozlarini, o'zlarini xolis fikrlarini eshitasizlar. Zaynidin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bobomurod aka. Bobomurod akadan boshlaymiz bo'lmasa, Zaynidin aka ruxsat berdilar. Bobomurod aka, shu traktor mana olyapsiz, xarid qilyapsiz. Aka, kim tavsiya qildi yoki nima maqsadda, shuni bir o'z fikringizni bildirib o'tsangiz. Ushab turavering. Bundan 4 yil burun qo'ng'isha olib edi. Mana hozir ham yurib turibdi yaxshi. Endi shunga qarab biz ham oldik. Ahmadboy degan bolaga. Endi xudo xolasa shu 1 yilga ko'plik gapiraman deb turibdi bolam. Shu kunga ham yetkaymiz. Xudo xolasa. Hammani shunday kunga yetirgay. Inshaalloh, xudo xolasa. Endi shu videoni mana Bobomurod aka uchun Ahmadjon o'g'illariga ham yo'llab qo'yasizlar, tashab qo'yasizlar. Ya'ni xudo xolasa 1 yildan keyin shu SF 404imiz dadalariga bitta Cobalt olib beradi, xudo xolasa inshaalloh. Endi Namangan viloyatiga yo'l olayotgan GD 304 haqida ma'lumot olamiz. Zaynidin aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi kunlarda xizmat qilsin, barakali traktor bo'lsin. Aka, kim tavsiya berdi va shuni o'z fikringizni bildirib o'tsangiz. Shu YouTube kanallaridan ko'rib, siz bilan futbollashib kelib, meni olib ketyapmiz. Xudoga shukr, yaxshi, narnovalar ham yaxshi. Mana akalar, xudo xolasa videoni kuzatib boraveringlar. Xudo xolasa mana shu traktorimiz to'g'ri hozir Chimganda yangilik. Xudo xolasa dalada qanaqa ishlayotganlarini ham chiroyli video qilib joylaymiz albatta. Zaynidin aka, qilib berildi, mo'ylargacha quyib. yana hammasi tekshirildi. Tekshirildi. Moy hammasini tekshirib berdik. Oldi orqa tortib, naveskalar hammasini tekshirib oldinglar. Xudo xolasa traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunlarda xizmat qilsin aka. Sog' bo'ling. Bobomurod aka, traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xizmat bo'lsa, nomerim bor, aloqaga chiqaverasizlar. Chimgan kuzatuvchilari kuzatishda davom etinglar.